Oldingi safar sizga polniy motorlar haqida ma'lumot berganmiz. Faqat ruchno ishlatiladigan motorlar haqida edi. Bu safar endi elektronlisi haqida beramiz. Buni hozir bizda Xitoyda ishlab chiqarilgani va Koreyada ishlab chiqarilgan variantlari bor. Ikkosidan ham bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Buni afzallik tomoni nimada deydigan bo'lsanglar, buni bemalol bitta knopka orqali issiqxonangizni 100 metrgacha bo'lgan issiqxona, molxona yoki qandaydir naveslarda yonboshini ochib yopish uchun foydalansangiz bo'ladi. Yana bitta buni afzallik tomoni 24 volt ishlaydi. Bu degani tok xavf tug'dirmaydi. Ya'ni agar buni temirgulaysiz, har xil nam qaysidir joyi ochilib qolsa ham, ochilib qolgan vaqtida tok urmaslik uchun maxsus o'ylashgan. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boring. Undan tashqari, keyingi videomizda kattaroq motorimiz haqida ham va qayerlarga ishlatilishi haqida ma'lumot berib ketamiz.